Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston U17 terma jamoasi bosh murabbiyi Islombek Ismoilov va jamoa futbolchisi Sadriddin Hasanov Shimoliy Koreyaga qarshi o'yin oldidan matbuot anjumanida ishtirok etishdi. Islombek Ismoilov: raqibimiz bu bosqichga qadar yaxshi o'yin namoyish etdi. Shimoliy Koreya yuksak jismoniy tayyorgarlikka ega jamoa. Ushbu jamoaning turnirdagi o'yinlarini tahlil qilganimizda 90 daqiqa davomida tinimsiz pressingda ishlayotganiga guvoh bo'ldik. Bir qancha taktik xatolar ham kuzatilgan, biroq ularga qarshi oson o'yin bo'lmasligi aniq. O'z imkoniyatlarimizdan foydalanib, g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Turnir davomida jamoa ko'rsatayotgan o'yin va futbolchilar motivatsiyasi haqida. Musobaqa davomida ko'rsatayotgan o'yinimiz faqat motivatsiya samarasi emas, murabbiylar shtabi va jamoa shifokorlari katta hajmda mehnat qilmoqda. Toyif shahri dengiz sathidan deyarli 1900 metr balandlikda joylashgan. Bu yerda futbol o'ynash oson emas. Futbolchilar doimiy ravishda intensiv va yuqori darajada o'ynay olishlari uchun birinchi navbatda to'g'ri tayyorgarlik muhim o'rin tutadi. Har bir uchrashuvdan oldin va keyin futbolchilarimiz bilan ham taktik, ham psixologik suhbatlar o'tkazamiz. Erishayotgan natijalarimiz jamoa mehnati samarasidir. Har ikki jamoa musobaqada ko'p gol urayotgani haqida ertaga ikki hujumkor jamoa o'yiniga guvoh bo'lamiz. Bizning o'z strategiyamiz va tanlagan yo'limiz bor. Maqsadimiz doim hujumkor futbol namoyish etish. O'z himoyamizni raqibning 3-zonasida qurishga harakat qilamiz. Bu shuni anglatadiki, jamoamiz doimiy ravishda yuqori pressingda harakat qiladi. Biz yillar davomida aynan shu uslub uchun harakat qildik. Har qanday raqibga qarshi o'yin uslubimizni o'zgartirmaymiz. To'g'ri, o'yinning borishiga qarab futbolchilarning maydondagi harakatlariga biroz o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin, lekin asosiy g'oyamiz o'zgarmaydi. Shu bilan birga raqibning kuchli hujum chizig'ini to'xtatishga va o'zlari uchun qulay uslubda harakat qila olmasligi uchun harakat qilamiz, dedi jamoa bosh murabbiyi Islom Ismoilov. Sadriddin Hasanov: ertaga Shimoliy Koreya jamoasiga qarshi o'yin o'tkazamiz. Uchrashuvga 100% tayyormiz. Nasib qilsa, oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz yo'lida hech bir jamoa to'sqinlik qila olmaydi. Murabbiylarimiz ko'rsatmasi bilan har bir uchrashuvda borimizni beramiz va o'zimizga yuklatilgan vazifalarni mukammal tarzda bajarishga harakat qilamiz. Ertaga hamyurtlarimizga O'zbekiston U17 terma jamoasiga Shimoliy Koreyaga qarshi o'tadigan uchrashuvda omad va g'alaba tilab qolamiz.